Sho'pir akalar baraka topishsin. Pol yo'lni ochib berishyapti. Yosh bola qolib ketgan, imkon boricha tezroq ketamiz. Oldingidan ancha o'zgargan sho'pir aka. Sizning achasiga raz yo'l berib ochib berishyapti. Baraka topishsin. Gap yo'liga men xursand bo'ldim. Yo'l berishmasa kerak deb o'yladim. Pol yo'l berishyapti. Yurishimizga majbur bo'lgan. Yosh bola qolib ketgan. Biz kechiramiz. Odam o'zi qilyapti, kechiramiz. Mashina o'chirmadi, zat bo'lmagan. Ya, kirib ketibdi-da mashina, yana qilib. Flut ichida qolib ketgan ekan-da. Bosib qo'ygan-da. Yo, ayoldan bosib olgan. Ha, o'zi. Ha. O'ylagandim, просто spokojniy qilib. Sirasi yo'q qilishyapti-da, sanmi debdi. Bo'ldimi, brat? Alhamdulillah, vaqtida bordik. Kimni shu mashinada siqib qo'ygan bo'lsam, kimgadir xalaqit bergan bo'lsam, sho'pir akalardan uzr so'rayman. Bunga majbur bo'ldim, yosh bola qolib ketgan ekan. To'g'ri tushunasizlar. Lekin oldingidan ancha o'zgarilgan, signal chalsa bitada yo'l berishyapti. Oldin umuman unaqa narsalar yo'q edi. Hammaga kattakon rahmat, qo'ldan kelgancha tezroq bordi. Sog' bo'linglar. Kimga shunaqa xizmat iloyim kerak bo'lmasa, kerak bo'lsa aloqadan sog' bo'linglar.